Assalomu alaykum. Mana navbatdagi kunimiz. Ertalabdagi tekshiruv. Quyosh chiqibdi. Shu yerga boqilayotgan quyonchalarimiz turadi. Qafasimiz shunaqa qilingan, joy kichikroqda. Ikkita, uchta tashlanadi. Taglari setka, ustidan setkasi bor. Ustidan ochiladi. Shunday xizmat ko'rsatish oson bo'lish uchun shunaqa qo'yiladi. Mana bular besh kunlik quyonchalar, gibridchalar. Otasi paltasi serebro, onasi o'zimizda hashaki quyoncha, ala quyoncha. Mana 45 kunlik quyonchalar, hammasi erkak. Bu yana ikkita mana bunaqa zotimiz bor. Bular samkachalar. Uch oylik bor bular ham. Bu samka. Bular erkak mana. Boqilayotgan qafaslarimiz bor. Yod bilan sug'oramiz hozir. Bu yerga qani qolganlarni ham ko'ramiz. Bular yaxshi. Bularga nima gap? Yaxshi. Mana bolachalarimiz katta bo'lib qolishdi. Endi ko'rsatsak bo'ladi. Jimtir, mamasha. Jimtir. Aqlli, jimtir. Kameraning oldiga o'zini noqulay his qilyapti-da bu. Jim. Qani? Bolachalaring bitta ko'staylik qani? Ommaga ko'staylik qani bolachalaring. To'qqizta. Yuzlari yaxshi katta qilibdi. Bular gibridchalar. Paltasi serebrodan qo'shilgan. Paltasi serebrodan chiqqan. 12 ta edi. Uchtasi ikkita nimjonroqligi uchun nobud bo'ldi. 9 tasi qoldi, yaxshi. Juda yaxshi katta qilibdi, mana deysiz. Ikkinchi tug'ishi quyonchamizda. Bolaga ham juda yaxshi qarayapti. Malades. Oxirchalari yeb. Xo'sh, bulargacha hamma jiv. Yaxshi bilan 8 ta katta bo'lishyapti mana. Xo'sh, mana bu yerga mana bu kalifchamiz. Birinchi tug'ishi 10 ta tug'di. Hozir ko'ramiz nima ahvolligini. 10 ta tug'di. Ozgina yaxshi bilan 3 kunlik bo'ldi bugun. Xo'sh, bu yerda 8 ta. 10 ta emas, 11 ta tuqqan ekan demak. 11 ta tuqqan ekan. Bu yerda 8 ta. Mana bunga bu o'zimizda hashaki quyonchamiz juda yaxshi. Ikkinchi marta tug'ishi. Bolaga juda yaxshi qaradi. Birinchi safar 5 ta tuqqandi. Ikkinchi safar 7 ta tug'di.
pastki kalifdan ikkitasini bunga qo'shib yordam qilyapti. Bolalarni katta qilishga yordam qilyapti. Mana buni bolalari kattaroq, buni bolasi 1 haftalik. Mana bu o'zini bolasi, yunglari chiqib qolgan. Bu ham gibridchalar. Ichiga har xillar bor. Mana bu ikkitasi. Mana ikkalasini pastdan qo'shdik. Jim. Pastki kalifdan qo'shdik. Birinchisi 10 ta bo'lgani uchun qara olmaydi deb ikkitasini bunga qo'shdik. Yaxshi qarayapti. 9 ta bunga. Mana bolachalari. Bu yerda yana bitta kalifchamiz. 4 ta bolasi bor. Mana bular. Bular 25 kunlik bo'ldi. 24 kunlik. Mana vislari yaxshi. Mana otasi mana bu. Jim. Onasi mana. Yem yaxshi qarayapti. Yemishlari bor. Paltasi serbro deganimiz. Hozir yuqorida ko'rsatilgan kichkina tug'ilgan quyonchalarning otasi mana shu. Bugunga shu hozircha. Mana shu joyimiz. Endi ozgina disparetga turibdi. Hali dam olish kunlari kelib, ozgina tozalab qaraymiz. Quyosh ham chiqyapti. 2025 yil 24-aprelga olinyapti bu syomkamiz.